man Nijat Vali Yaqub. Dunyoviy mashhur asarlar kishilarning tafakkurini ochadigan oshqushga o'xshaydi. Kishilar dunyoviy mashhur asarlarni o'qish orqali ma'naviy jihatda mo'l ozuqqa ega bo'ladi. O'z turishliq zamon va makon bo'shligidan halqib, tarixda o'tgan kishilarning ma'naviy kashmishi orqali amaliy turmushi uchun texmi ko'p tajriba va tushunchalarni hozirlaydi. Radio anglag'uchilar, biz bugungi programmamizda Fransiyaning 19-asrdagi ulug' tanqidiy realizm yozuvchisi Balzacning Yevgeniy Grandi nomli romanini anlatamiz. Oldi bilan diqqatinglar Balzac va uning Yevgeniy Grandi nomli romani haqidagi tanishtirishimizda bo'lsin. Honoré de Balzac Fransiyaning 19-asrdagi ulug' tanqidiy realizm yozuvchisi. Uning Joanistlar, Gobsek, Sehrlik dangdar asar, Kapitan Shapir, Paytaxt cherkovdagi pop, Fragos, Sag'ri teri, Yez doktori, Shartsiz izdinish, Goryo buvay, Jimjit jilg'idagi gul samsaq, Dahrining ibodat qilishi, Qeyri qiz, Chatoqchi xotin, Xam xiyolning barbod bo'lishi, Boyvachchining gulinishi va tushkunlishi, Chet eldagi she'r peshvosi, Dehqon qatorliq asarlar bor. Fransiya jamiyatini aks ettirishda bir butun gavdaga aylangan inson komediyasi uning yuqorqidek 90 parcha asarni o'z ichiga olgan. Yevgeniy Grandi 1833-yili yozilgan bo'lib, Balzacning vakillik xarakteriga ega asarlarining biri. Bu asarning gavdalik muvaffaqiyati makkor, oshko'z, bexil, birdilli biyib ketgan burjozning obrazini yaratganligida. Grandi Balzac eng muvaffaqiyatli suratlab bergan bexillar obrazining biri bo'lib, Fransiya adabiyot tarixidagi dangliq tip bo'lib hisoblandi. Avtor bir qator inchki tafsilotlarni berish orqali Grandining bexilligini gavdlantirgan. Grandi har vaqtlik tamoq, har kuni yoqadigan shamlarni o'z qo'li bilan tarqitadi. Ozroqmi ortiq bermaydi. Hatto xotiniga parcha rasxot uchun pul berishga unamay, xaridorlar hisobning sirtida topshirgan pullarni xotiniga berdi. Keyinroq barliq oila chiqimlarini xotinining ustiga ortdi. Xotini kasal bo'lib o'rin tutib yetib qolganda, hammadan avval uning qallisida agar doktor taklif qilinsa, pulning pechida buzilib ketarmikin degan fikr paydo bo'ldi. Grandining bexilligi uning atidan kechgacha pulli deydigan oshko'zligi bilan zich birlashib ketgan. Grandining nazarida pul hammadan a'lo turdi. U doim kechalari maxfiy bo'lmasini taqvilib, haddi hisobsiz oltinlarga qarab huzur oladi. U o'z boyligining bo'linib ketishidan ansirab, xotini o'lgandan keyin qiziga yolvorib, qizini onasining miroslariga varislik qilmaslikka ko'ndirdi. U palash bo'lib mangolmay qolgan chog'larda boshqalar uni qo'l harvisiga o'tirg'izib, yatoq bo'lmasi bilan ombar orliqida to'shiydi. O'lishdan burun u qiziga ishlarni bir taraf qilib bo'lgandan keyin oxiratga berib hisobot berib tur deydi. Avtor yana uning makkor haromzodligini ko'rsatgan. U savdo qilganda saxtpazlik qilishga mahir bo'lib, ko'pincha gaz qachi qiyofatiga kirib oldi. Ba'zida bu qiyofatini qilcha o'zgartmaydi. Lekin nima qilishni ko'ngliga allaqachon tukib qo'ydi. Grandi bir ish qilganda keyin chatoq chiqib qolmaslik uchun qilcha iz qoldirmaydi. Mandaqla bir ish ustida gap qilsa, aniq javob bermaydi.
Romanda shu chaqdagi jamiyatda hukm surayotgan yerginishlik aqchi munosabatlari Grandining qizi Yevgenining to'y ishini cho'rdigan holda pash qilingan. Yerlik baylardan bo'lgan Kiryosho oilasi bilan Grassin oilasi boyliqqa varislik qilg'uchi qizni talishib, o'zaro put tepishidi. Yevgenni pullarni Sharlga berayotganligi uchun o'ttirda jidal chiqib, ota-bolalik munosabat buziladi. Mal dunyoga ega bo'lib olgan Sharl Grandi oilasining pastligini o'ylab, nikoh to'xtamini o'ktamlik bilan yirtib tashlaydi. Bonfon apandi o'zi yolg'izlik yutib olmoqchi bo'lib, boyliqlarni o'zaro taqdim qilish to'xtamini tuzmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin oxir hech narsaga ega bo'lolmay, qo'lini tishlab qoladi. Bu tasvirlar pulning jinoyatini intayin kuchlik, uzil-kesil ichib tashlagan. Balzak badiiy san'atda o'ziga xos alohidlikka ega yozuvchi. Muhitni nafis, mufassal, jonliq, aynan tasvirlash Balzak romanchilik san'atining muhim alohidligi. U muhitni tasvirlash orqali davrning qiyofatini namoyon qilishga moyir edi. Balzak bu ushoq detallarni tasvirlashning muhim tarkibiy qismi bo'lib, xuddi toshqa aylangan hayvonot qoldiqlari tirik organizmlar tarixini aks ettirib beralganga o'xshash, bir tipik muhit butun jamiyatning qiyofatini aks ettirib berishi mumkin deb hisoblagan. Bu xil ko'z qarash jamiyat muhitidagi o'zgarishlarni va shuningga ergashgan holda urf-odatlarda kelib chiqqan o'zgarishlarni kuzatishga, tadqiq qilishga, shuningdek ijtimoiy reallikni aks ettirishga yetakchilik qiladi. Shuning bilan uning asarlari davr purqiga nihoyat boy. U yana muhit tasviri bilan personajlar obrazini yaratishni zich birlashtirgan. Balzak tip yaratishda o'zining kuzatishining intayin inchga, o'tkir va cho'nqurligini ifodalagan. U bir davrdagi asosli personajlarni to'liq tasvirlab, tiplar orqali jamiyatni aks ettirishni o'ylagan. U markazlashtirib umumlashtirishga, tashqi qiyofatni to'g'ri kuzatib, ishki mohiyatni aks ettirishga, personajlarning tilini xarakterlashtirishga moyir. Personajlarning xarakteri, personajlarning o'xshash bo'lmagan bosqichdagi adabiy o'zgarishlarni aks ettirish orqali texmi gavdalantirilgan. Hürmetlik radyo anlıqçılar, tüvende diqqətinizlər Fransiyalik danlıq yazğıcı Balzac'ның Yevgeni Grandi namlıq əsərdə bolsun. Bəzi işki şəhərlərdə şundaq bir xil öylər var ki, ular sırtıdan qarğanda monastirga o'xshash so'rin, qaqas talga o'xshash ko'ngilsiz, xarobilikdek vayroni ko'rinib, kishining ko'nglini g'ash qiladi. Monastirning so'rinligi, qaqas talining ko'ngilsizligi, xarobilikning ichinishlikligi balkim bu o'ylardan oz to'la tepildigandir. Bu o'ylardagi hayot shunchalik tinish ediki, ko'chadagi oyoq tevishini anglab qolgan biror munoqchiray odam derizdan beshini ushtumtut chiqarib,
hech qandoq ifoda ko'rinmaydigan ko'zlari bilan yuchun kelkundagi sovuq nazari bilan qaramaydigan bo'lsa, sirtdan kelgan odam bu uylarni odamsiz bo'sh uylar bo'lsa kerak deb o'ylab qilishi mumkin. Sumyura shahridagi bir imoratning qiyofati kishiga boyiqi ko'ngilsiz ta'sirotlarni beradi. O'ng'ul-do'ng'ul ko'cha shaharning egiz tarafidagi qadimiy qal'aga tutishadi. Bu imorat bo'lsa, ana shu ko'chaning eng chetidan o'rin olgan. Hozir odam ko'p kelmaydigan bo'lib qolgan bu ko'cha yozda issiq, qishda sovuq edi. Ba'zi joylari qorong'u. Shundaqdimi, bu ko'chaning o'ziga yarasha ba'zi aloyidliklari bor bo'lib, tosh yotqizilgan yo'l odam manganda ovoz chiqaradi. Pokiz ham qurg'oq, tor ham agri-bugri edi. Shaharning chetidagi uylarda timtoslik hukm suradi. Shaharning oyoq tarafiga joylashgan bu ko'cha Ko'ni shaharga tava edi. Silinig'iniga 300 yildan oshgan bu uylar yog'ochdan yasalgan bo'lsa-mu, yanada nihoyat mustahkam edi. Silinish shaklidagi xilma-xillik o'zgacha ko'rinish hosil qilgan bo'lib, asari atiqshunoslar bilan san'atkorlarning diqqatini alohida jalb qilmay qolmaydi. Bu uylarning oldidan o'tib qolsangiz, dub tarqidan yasalgan yo'g'on to'riklarga qarab, tilingizni chakildatmay qolmaysiz. Bundaq to'riklarning ishga beshiga ajoyib ijir-mijir shakllar o'yilgan. Ko'pincha uylarning ostinqi qavatlari mushundaq naqshlangan qora to'riklar bilan bezitilgan edi. Ba'zi joylarda uyning to'g'ri lim yog'ochlarining ustiga yapaloq toshlar qo'yilgan bo'lib, binoning ko'nrab ketgan tomlarida ko'kish yo'llarni hosil qilib turadi. Binoning egiz yog'och o'ygusi yillarning o'tishi bilan o'ltirishib ketgan. Yomg'ir yeshillarda chang'izlari chirigan va qaygan. Ustidagi nafis o'yilgan gullari tushib ketgan edi. Abjah derizlarning kishaklari oldiga pul duyib chiqib qolgan bo'lib, kambag'al ayol xizmatkorlarning quyib qo'ygan biror tashtak chini gullari yoki attir gullarini ko'tarolmaydigan daqib turadi. Yana ilgirlab mansangiz, yo'g'on qalpoqliq mixloq yig'ilgan darvozalarni ko'rasiz. Bizning ota-bobolarimiz tushuniksiz xiyollarga berilib, bu darvozalarga g'alitili xatlarni yozib ketgan. U xatlar nima ma'niga ega, buni tushunish mangu mumkin emas. Balkim birasi o'zining e'tiqodini bildirgandi. Yoki bo'lmasa birarning Genrix 4-ni qarg'an gaplardir. Undan boshqa bu yagona odatki nomratlarning chiroyli nomlarini o'yilgan bo'lib, ular o'zlarining ko'ni to'rlardan ekanligini, o'z vaqtida bu joyni so'rg'anliklarini bildirmoqchi bo'lganmi bo'lsa kerak. Qisqasi, ularda butkul Fransiya tarixining iznosi ko'rinib turdi. U imoratning bir tarafida chalpilar oqartilgan, tomlari o'rilib tushayli deb qolgan bir uy bo'lib, bu ustikorlarning kishilarga ko'z-ko'z qildigan hunarlarining yodnomasi bo'lib qolgan edi. Uning beqinidikisi yez mo'tvarlardan birarning joyi bo'lsa kerak. Uning yay shakldagi darvozasining mangligiga uyilgan joy egisining oqsunyaklik nomi 1789 yildan beri inqiloblarning vayronchiliklaridan amon qilib, ta hozirgacha o'chib ketmagan edi. Bu ko'chadagi tijorat o'rinlarini yoki kichik hayma yoki magazin degili bo'lmaydi. O'tir asr yodgorliklariga qiziqadiganlar bu yerda oldingi davrdagi kasbxonlarga o'xshaydigan sodda ko'rinishlarni chiliqtira oladi. Kang, pakar kelgan bu do'konlarning peshtaxtlarimi, mol avrishkilarini tizdigan bo'limchilarimi, rangdor aynaklarimi yo'q. Ichi qop-qorong'u. Ich-tishi har qanday bezaklardan xoli edi. Bu joyning taxtayliq ishkiga qonaltir qoplangan bo'lib,
ishik ikki qismga bo'linadi. Üstünki qismi ichiga ichiladi. Ishikning qo'ng'iroq bekitilgan ostonqi qismi hamisha ichilib yepilib turadi. Ishikning qishidagi odam beliga keladigan tomning ustiga mustahkam deraza qopqoqlari qator qo'yilgan. Bu qopqoqlar kunduzi ilib etiladi. Kechsi joyiga qo'yilib, ustiga taqoq silib quluplanadi. Bu gamiga o'xshash zay uyga ishikning yuqorqi qismidan yoki deraza bilan torus oraliqidagi qisilchoqdan ozroq havo o'tishib turadi va oftob tushadi. Heliqi tomning tuvanki qismiga mol tiziladi. Bundaq do'konlardagi sodada qaqti-soqti qildigan ishlar bo'lmaydiganligi ko'rinib turdi. Har qaysi do'konlarning tijorat turiga qarab setildigan narsalar asosan mundaq bo'ladi. Tuz va beliq bilan to'ldirilgan 2 yoki 3 yog'och to'n. Bir necha top kanapraq, tom arg'amchilar. To'risning chanzisiga esib qo'ydigan mis qachilar. Tamg'i yulab qo'yilgan temir chambarlar va takchilarga tashlab qo'yilgan bir necha parcha yo'ngraq. Ishikdan kirsangiz, beshiga pokiz oq yog'liq chigib olgan, bilaklari qizirib ketgan chiroyli qiz qo'lidagi to'qiyotgan to'rni qo'yibla dadisini yoki onasini chaqirdi. Siz balkim u yerga kirib 2 yarmoqliq yo bo'lmasa 2000 franklik savdo qilishingiz mumkin. U chaqda siz so'q muomalaga uchramsiz, qizg'in muomalagami? U faqat do'kon xo'jayinining mijoziga bog'liq. Siz yana darvozasining oldida qo'shnisi bilan paranglashib o'tib, barmoqlarini pukib, ichib o'ltagan bir kishini ko'rishingiz mumkin. U aroq to'n yasaydigan taqtay savdogari. Qarsangiz uning do'konida aroq tizilgan jaza yoki 2-3 bog'lam taqtayni ko'rsiz. Lekin Anju rayonidagi aroq to'n yasaydigan barliq ustalar uning portga mol saqlaydigan ombirdan material setib oldi. U o'zim yaxshi usul berganda o'zining qanchalik taqtay sota oladiganligini biladi. Amaliyotda sotadiganimi uning mo'ljardikidan ko'p bo'lsa 1-2 tal farqlandi. U havo bir kun ochiq bo'lsa, shu bir kun ichida biyidi. Bir kun yomg'ir yog'sa, shu bir kun ichida xeli ko'p ziyon tortadi. Chunki aroq to'nning bozor narxi yarim kunning ichida 12 frankdan 1-6 frankga tushib qoladi. Bu yerning bozorimi xuddi Turinning bozoriga o'xshash havoga qarab bo'ladi. Üzüm təkliri və ekinzarlıqları barla taxtay savdogarlari, to'n ustilari, sarayvalla, kemicilərinin ko'zi kunda. Ular atsa at degan o'rnidan turganda kechechi muz to'nlabdi degan xabarni anglashdan shunchalik qo'rqishadi. Ular bo'rondan, yomg'irdan, qurg'oqchilikdan qo'rqadi. Ular birdam yomg'ir yig'ishni xohlasa, birdam havoning isishidi. Yana birdam kunning tutilishini xohlaydi. Halbuki Tangri bilan bu dunyoning manfaatlari o'ttirsidagi raqobat mangu tugamaydi. Barometr kishilarni navbat bilan g'am g'ussiga soladi. Kuldirdi, xo'shal qiladi. Somyoraning ilgarki bu cho'ng ko'tsining u beshidan tortib bu beshigacha anglandigan oltindek baland kun bo'ldi degan bu so'z har bir oilaning kirimidan bisharat berdi. Kishilar bundoq so'zlarga "Shu emasmi? Osmondan oltin yog'digan bo'ldi" deb javob berishdi. Chunki ular oftob chiqqan kunlarning dal vaqtida yoqqan yomg'irning o'zlariga qanchalik foyda keltiradiganligini bilishdi. Ular kunlar yaxshi kelgan fasldagi shanba tushdan keyin bir yarmoqqa savdo qilishmaydi. Chunki bu tijoratchilarning uzumlik beg'i. Biror parcha yeri bor bo'lib, shanba kuni tushdan keyindan boshlab ular hammasi yezig'i berib 2 kun o'z yerlariga ishlashdi. Ular setib oldigan, sotadigan va hayon oldigan narsalarni oldin obdan hisoblashib oldi. Ular yana vaqtning yerimini degidak kulki chaqchaqlar
u bu paranglar va boshqalarning xususiy ishlarini tang-tanglash bilan o'tkazadi. Birər ayol kəklik setib olgan bo'lsa, qo'shnilari uningdan erining kəklikni yaxshi pishira oladigan, pishira olmaydiganligini so'rashadi. Qizlardan birəri derizdan beshini chiqarib qolsa, uningga bekor talablarning nazari tushmay qolmaydi. Qisqasi, oq ko'ngil kishilarni sirtidan kuzatish mumkin bo'lmagan, qorong'u ham doim jimjitlik ilikida turgan uylardagi maxfiyatlik ko'chaga chiqmay qolmaydi. Ko'p ayollar tushlik, kechlik tomoqlarni darvozaning oldida o'ltirishib yeyishidi. Jidal majralar bo'lsa-mu, shu yerda qilishidi. Ko'chadan o'tib ketayotgan har qanday odam ularning baholarisiz o'tmaydi. Shunga ilgaridan tortib, chet yurtlardan ishkiri joylarga kelgan odamlar nagili bo'lsa shu yerliklarning mazoqlariga uchirmay qolgan emas. Nurg'un qiziq latifalar shundan kelib chiqqan. Anjurluqlarning boshqalarni masxara qilish hisobiga o'z ko'ngillarini ochadigan atiqi ana shundoq chiqqan. Chunki ular kulgulik voqealarni to'qib chiqishga usta edi. Burun yez mötverlerining hammasi degidek mush ko'chada o'ltiratdi. Ko'chaning yuqori tarafida qadimiy shaharning koni imoratlari, soddadil kishilar yashagan davrning yodnomalari bor edi. Bizning bu hikoyamizda so'zlanadigan so'rin imorat shularning biri. Bu qadimiy ko'chada to'satdan yuz bergan har qanday kichik ish sizni o'yga solmay qolmaydi. Va ko'chaning umumiy ko'rinishlariga nazar solganingizda tasavvur iqinida uzmay qolmaysiz. Agri bugir yo'llarni besib o'tib bir yerga kelganingizda o'yman bir yerni ko'rasiz. Grandining sariyi mana shu o'ymonlikning o'ttirsig'i joylashgan. Ishkirdagi joylarda undaq-bundaq odamlarning turar joyini saroy deb atashmaydi. Granda apandining salohiyati uning turar joyini saroy deb atashga to'shamdi yo'q, buni bilib bo'lmaydi. Granda apandining Sumyuradagi inoatining kelish manbasi bor. Buni ishkirdagi joylarda turmagan kishilarning tushunib ketalishi mumkin emas. Granda apandini ba'zi kishilar Granda buvoy deb atashadi. Lekin uni bundoq deb ataydigan qiyirlar bargan seri tugab ketyotdi. U 1789-yili qo'l egiligida boy odam edi. Savati bor, xat yoza oladi. Ham hisob ishlariga puxta edi. Cumhuriyetçiler hükümeti ba'zi jamiyatlarning Sumyuradagi joylarini sotgan chog'larda u dal 40 yoshlarda bo'lib, puli bor taqtoy savdogarning qiziga yangi uylangan edi. U o'zidagi naq pul bilan ayolining to'yliq melini qo'shib 2000 tilla tayyorlab rayonlik mahkamaga bordi. Baho qo'yib setish ishiga Cumhuriyetçiler partiyasining qattiq qo'l, nafsi yomon bir odami nazoratchilik qiladi. Grandi qaynatisi bergan 400 tillani uning giliga urib, rayon bo'yicha eng yaxshi uzumlik bog' bilan koni bir monastirni uningga qo'shib, bir necha parcha terilg'u yerni to'g'ri yo'l bilan emas, har holda qonunga sig'adigan qilib, ozg'ini pulga setib oldi. Sumyuraning aholisi inqilobga ancha qiziqishmaydi. Ularning nazarida Grandi buvoy qiziqqan, hurrachi, yangi iqimga qiziqadigan shaxs ham Cumhuriyetçiler partiyasining odami edi. Amaliyotda bu to'ng ustisi uzumlik beg'idan boshqasini o'ylamaydigan odam edi. Yuqoridagilar uni Sumyura rayonining ma'muriy hay'ati qilib belgilaganda, u yerlikning siyosiy va savdo ishlariga mo'tadil ta'sir ko'rsatdi. U siyosiy jihatda ilgirki oqsunyaklarni qanot ostiga oldi. Sarson bo'lib ketgan yez to'rlarining mol bisotini hukumatning baho qo'yib setishidan amal bor saqlab qoldi.
Savdo ishlarida inqilobiy armiyaga 1-2 ming tonglab oqaroq o'tkazib, uning badiliga ma'lum bir munosirning baho qo'yib eng oxirida setishga qoldirilgan yaxshi bir yayliqini ilib oldi. Napoleonning davrida Grandi rayon boshlig'i bo'lib, shu joyning hukumat ishlarini nihoyat yaxshi boshqardi. U chaqlarda uning uzumdan olgan foydasi ko'p edi. Napoleon imperator bo'lgan yillarga kelganda Grandi hammadan quruq qoldi. Napoleon Cumhuriyetçiler Partiyasini yaxshi ko'maydi. U Grandining o'rniga keyin baronlik unvoni berilgan boshqa bir cho'ng zimindarni qo'ydi. Bundaq bo'lishi Grandiga qizil qalpoq deb gumon tushganligidan edi. U rayon boshliqlik mansabdan quruq qolganiga qilcha ichinmadi. Mansabdagi chig'ida bu shaharning foydasi uchun bir necha tosh yo'l yasab, o'zining egiligi bajaylarga tutashtirilgan edi. Uning uy-joy, yer mulklarini tizimlaganda, u azroqla bosh topshirib, ordan xeyli ko'p foyda oldi. Tizimlash tugagandan keyin egiligi bilan to'xtamay yaplashib, uzumlik bog'larini shahar bo'yicha oldingi qatardagi bog'larga aylantirib oldi. Oldingi qatardagi deganimizda, bu bog'lardagi uzumlardan oliy sortliq isil aroqlarning chiqadiganligi ko'zda tutilgan. Qisqasi, u mush harakatlar bilan sharaflik medalga loyiq edi. U xizmatidan 1806-yili ayrildi. U chaqda Grandi 57 yoshda, ayoli 36 yoshda, yolg'iz qiz bo'lsa 10 yoshda edi. Ehtimol, mansabdan ayrilib qolganligi uchun Tangri uningga tasalli bermoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Shu yili u orqa-orqadan 3 cho'ng mirosqa, ya'ni oldi bilan qaynonasi Dela Gadnier xonimdan, arqadan ayolning buvisi Dela Berteler apandidan, eng oxirida o'zining momsi Janti xonimdan qolgan ta'alluqotlarga ega bo'ldi. Ulardan qolgan ta'alluqotlar intayin ko'p bo'lib, uning sonini hech kim bilmaydi. Bu qiyirlar pulni jinidanmi aziz ko'rib, umr bo'yi dunyo to'plashgan. Dela Berteler apandi sirtqi qarz berishni pulni buzib chashqanliq. Jazoniga qaraganda oltinga qarab o'ltirishning o'zi afzal deb qaraydi. Şoňa sumyuralıqlar ularda qançalik dunyo borligini faqat ko'rgili bo'lgan kirimlari orqali faraz qilishadi. Şunun bilan Grandi apandi yangi Oqsunak degan nomga ega bo'ldi. Bu barobarlik deb varqirg'inimiz bilan yo'qolmaydigan nom edi. U butun viloyat bo'yicha eng ko'p boj to'laydigan odamga aylanib qoldi. Uning üzümlik beg'i 100 arpanga yetdi. Üzüm yaxshi hosul bergan yillari 7-800 ton aroq chiqara oladi. Uning yana 13 yerda terilg'u yeri, bir koni monastiri bor edi. Monastirning eshiklarini, aynaklik derizlarini sirtdan etib edi. U mushundoq qilish orqali uningga boj to'lamaydi va bu narsalarni asrab qoladi. Sirtda yana 127 arpanliq yayliqi bor edi. Yayloqda 3000 tüp oq terak bor bo'lib, bu teraklar 1793-yilda tikilgan edi. Uning o'ltiraqliq joyimi o'zining edi. Bular uning ko'ygili bo'lgan oshkora bisatdi. Naq pullarga kelsak, buning sonini faqatla 2 odam taxminan biladi. Ularning biri uning qarzga berilgan pullarni sirtqa tarqitadigan guvohchi Kiryosho. Yana biri Sumyura bo'yicha eng puldor banker De Grassen edi.